Milliy sertifikatik imtihonlarni mana shunday yirtib ezib tashlamoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, Kamina Jafarochilov. Sizlar bilan milliy sertifikatga tayyorgarlik onlayn darslarda birgamiz. Biz YouTube tarmog'ida o'z faoliyatimizni olib boryapmiz. Demak, bizning kanalga obuna bo'lib, videoga komment yozib, yaqinlarga ulashib, shunchaki like bosib qo'ying, biz siz uchun harakatdamiz. Demak, boshladik. Demak, bizda birinchi bir savol geometriyaga doir bo'ladi. Ko'rib borayotganlar bilyapti. Demak, geometriya. Xo'p, savolimiz shart quyidagicha. Demak, bizga shar berilgan. Demak, shar endi mana shunday chizamiz va u radiusi 17 ga teng. Demak, bizning sharimizning radiusi 17 sm ga teng ekan. Xo'p, u tekislik bilan kesilgan deyilgan. Demak, sharni tekislik bilan kessa, xuddi tarvuzni yozda tarvuz so'ygandek kallasini olib tashlagan holatimiz hosil bo'ladi. Demak, mana shunday tekislik bilan sharni kesib olingan. Demak, mana tepa qismi yo'q. Tepa qismi yo'q, mana shunday kesim hosil bo'ladi va mana shu kesimning yuzi bizga aytilyaptiki 225 pi ga teng bo'lsa deyilyapti. Endi boshqa bitta shakl chizib olamiz. Ya'ni yon kesimini, demak, mana bunday kesib tashladik va mana shu yerga chizilgan aylanani radiusini so'rashyapti. Demak, Rx. Mana shuni so'rayapti bizdan. Yaxshi. Demak, kesim 225 pi. Demak, e'tibor bering, tarvuzni ham ustini kesib tashlasangiz yana doira shaklida hosil bo'ladi. Demak, doiramizni yuzi, demak, S o'sha bizada 225 pi deganimiz qanaqadir? Xo'p, pi r ga teng bo'ladi. Pi r kvadratga teng bo'ladi, to'g'rirog'i. Pi lar ketadi, r barobar 15 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu kesimimizni, demak, radiusi 15 ekan. Bu degani, mana bu yer, masalan, mana bu shar markazi bo'lsa, mana bu sharning radiusi 17. Unda mana bu joy 15 ekan. Mana bu x. Bu 90 gradus, to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, biz x ni topishimiz uchun nima qilamiz? 17 ni kvadratidan 15 ni kvadratini ayiramiz. Xo'p, bu demak bizda 8 ga teng bo'ladi. Bizning x'imiz 8 ga teng ekan. Endi biz bilamizki, mana bu sharni mana bu qismidan to markazgacha bo'lgan masofa 17, bu radius. Demak, mana bu ham rx. Demak, 2 ta rx plus 8 teng 17. 2 ta rx'imiz 9, rx deganimiz 4,5 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizni mana bu kichkina segmentga chizgan aylanamizni radiusi 4,5 sm ga teng ekan do'stlar. Davom etamiz. Demak, do'stlar, bizda ikkinchi savol progressiyaga doir bo'ladi. Demak, progressiya mavzusini qisqacha eslatib o'tamiz. Demak, progressiyalarimiz bizda ikki xil, arifmetik va geometrik. Hozir bu arifmetik progressiyani, demak, savoli. Xo'p, nima deyilgan? A3, A4, A5, ya'ni xatlar qo'shilganda 12 bo'lar ekan. Yaxshi, biz bitta xossalardan foydalanib ketamiz. Yo'l-yo'lakay tushuntirib ketamiz. Demak, progressiyaning quyidagicha xossalari bor. AN plus AM teng bo'ladi AK plus misol uchun AS ga qachonki yig'indini indekslari bir-biriga teng bo'lganda. Mana shu xossa bor, ya'ni indekslar xossasi deb nomlaganmiz. Indekslarni qo'shganda teng bo'lsa, demak, o'zlarini qo'shganda ham teng bo'ladi. Mana shunaqa xossamiz bor. Xo'p, buni biz mana bu yerda ishlatamiz. Ya'ni qarang. A3 ga A5 ni qo'shganimiz bizda 2 ta A4 ga teng bo'ladi. Mana shu o'sha xossadan foydalanib mana shu tenglikni yozsak bo'ladi. Bu degani, mana bu A3 bilan A5 ni o'rniga 2 ta A4 qo'yasan degan. 2 ta A4 plus, ya'ni A4 ni o'zi 12 bo'lsa, 3 ta A4'imiz 12 va A4'imizni o'zi bizda 4 ga teng. Yaxshi, endi 4 ni ayirsak, shunchaki A3 plus A5 degan ifodamiz, mana bu ikkalasini yig'indisi 8 ga teng bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu qisqa ko'paytirish formulasida ikkita qavsga ajraladi. Ya'ni A5 minus A3, bu bitta qavs, ko'paygan A5 plus A3. Har bir mavzuni bir-biriga bog'lab ishlatsa bo'ladi. Teng 24. Endi yig'indi bor ekan, bizda 8 ga teng ekan. 24 bilan 8 ni qisqartirsak, A3 minus A deganimiz 3 ga teng bo'lar ekan. Demak,
Sistema hosil qilamiz. A3 8 ayirmasi 3, yig'indisi 8. Xo'p, qo'shib yuborsak, A3lar qisqarib ketadi-da, ikkita A5 11 bo'ladi. Bundan A5 degan ifodamiz, ya'ni progressiyali 5-qadr 5,5 ga teng bo'ladi. Sistemaga qo'yib A3 ni topsak, A3imiz bizda 2,5 ga teng bo'ladi. Yaxshi, endi so'rayotgan narsasi nima edi? A12. O'zi bular nima degani desa, A12 degani birinchi hadiga 11 ta D ni, D degani hadlar ayirmasini qo'shish kerak. Demak, bizga A1 va D kerak. Uni mana bu ikkalasidan topib olamiz. Demak, A5 deganimiz A1 plus 4 ta D bu 5,5 ekan. A3 deganimiz A1 plus 2 ta D bu demak 2,5 ekan. Ayirsak, A1lar ketadi-da, 2 ta D barobar 3 bo'ladi. D barobar 1,5 bo'ladi. Endi D 1,5 bo'lsa, demak A1 ni topish uchun 4 kara 1,5 demak bizda bo'ladi bu 6 teng 5,5. Demak A1 teng bo'lar ekan -0,5 ga. Mana A1 ni ham topdik, D ni ham topdik. Endi mana shu tenglikka qo'yamiz. Demak A12 deganimiz bizda -0,5 plus 11 ko'paygan 1,5. Xo'p, -0,5 plus 11 5,5 demak 16,5 bo'lsa, demak bizda 16 ga teng bo'lar ekan. A12 deganimiz. Yaxshi, davom etamiz. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz, chunki bu misollar sizda ancha tajriba oshirishga yordam beradi milliy sertifikat savollariga. Demak, ketdik. Demak, do'stlar, biz uchun savol logaritmga doir, shakl almashtirishga doir. Xo'p, demak, savollarimiz har xil mavzuga doir bo'lyapti. Shuning uchun bemalol hammasini jamlasangiz, bitta mavzuni to'liq tushunchasi paydo bo'ladi. Xo'p, logaritm shakl almashtirish kerak. Ya'ni logaritm 3 asosga ko'ra 2 bu A, logaritm 3 asosga ko'ra 5 bu B. Ya'ni sizga asosi va argumenti to'g'ri kelmaydigan sonlarni beradi. Ya'ni 3 ni qaysidir bir darajasi 2 bo'ladi-da, qanaqadir. Yoki 3 ni qaysidir bir darajasi 5 bo'ladi. Shuni harflar bilan ifodalaydi va keyingi boshqa bitta ifodani shu harflar bilan toping. Yaxshi, logaritmning quyidagicha xossasi bor, demak eslab qolasiz. Xossa qanaqa? Agar sizga misol uchun logaritm deylik A asosga ko'ra B degan berilgan ifoda. Lekin sizga boshqa bo'lish kerak. Masalan, A va B boshqacha bir x bo'lish kerak. O'sha bilan sizga ifodalaysiz. Ya'ni buni boshqa asos bilan ifodalashda quyidagicha bo'ladi. Logaritm, misol bizga x asosga ko'ra kerak bo'lsa B yozamiz, pastda logaritm x asosga ko'ra A yozamiz. Bu logaritmni asos almashtirish xossasi. O'zingizga kerakli asos bilan almashtirib olasiz. Endi bu degani bizda 3 asosga ko'ra bor, lekin bu yerda 90 va 10. Ya'ni biz mana shularni 3 asosga ko'ra almashtirib olamiz. Ya'ni quyidagicha yozamiz. Logaritm 90 10, ya'ni 90 asosga ko'ra 10 degan ifodani biz quyidagicha yozamiz. Logaritm 3 asosga ko'ra 10 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra 90 deb yozib olamiz. Keyin bu bitta xossa bo'ldi. Endi yana bitta xossasi bor. Agar sizga logaritm misol uchun deylik x asosga ko'ra a plus logaritm x asosga ko'ra b degan ifoda berilganda, yig'indidan ko'paytmaga o'tib olamiz. Ya'ni logaritm x asosga ko'ra a ko'paygan b bo'ladi. Yoki teskarisi, bu berilsa bu yoqqa o'tib olishimiz mumkin. Bu logaritmning ikkinchi xossasi bo'ladi. Xos, ya'ni bugungi sizga tushuntirayotgan ikkinchi xossamiz. Hozir endi shundan foydalanamiz. Ya'ni mana bu berilgan ifodamizni quyidagicha yozib olamiz. Logaritm 3 asosga ko'ra 5 kara 2. Pastda logaritm xuddi tub ko'paytuvchiga ajratgandan gap. 3 asosga ko'ra, demak 9 bu 3 ning kvadrati ko'paygan 5 ko'paygan 2. Endi ko'paytma yig'indi bilan almashtiriladi. Demak, bundan keyin buni yozamiz. Xo'p, demak, suratda logaritm 3 asosga ko'ra 5 plus logaritm 3 asosga ko'ra 2, pastda logaritm 3 asosga ko'ra 3 ning kvadrati bu 2 bo'ladi. Plus logaritm 3 asosga ko'ra 5 va plus logaritm xo'p 3 asosga ko'ra 2. Demak, bu b ga teng.
Bu a'ga teng. Bu 3 bilan 3 qisqarib ketadi, bizda 2 qoladi. Yana o'sha b plus a to'g'rilab yozsak, demak a plus b pastda, demak a plus b plus 2 degan ko'rinishga kelar ekan. Demak do'stlar, bu darslarimiz aynan sizlar uchun, onlayn tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun, mavzulardan ortda qolayotganlar uchun videolarni oxirigacha ko'ring. Iloji bo'lsa bitta daftar tutib, har kunlik misollarni alohida yozib, mavzularga ajratib boring, o'rganib boring. Albatta sizga foydasi tegadi va fevral oyida bo'ladigan sertifikat imtihonida yordam beradi. Biz siz uchun harakatdamiz, siz ham bizni qo'llab-quvvatlang. Hali yana ko'rishamiz.